kattaroq mavzu ekan. Amaliyot darsida sharit preferenslar, ma'lumotlarni internal storage, ya'ni ichki xotirada saqlash, fayllarni, keyin ma'lumotlar bazasi, ya'ni room ma'lumotlar bazasini ko'rib chiqamiz. 3 ta katta proyekt ekan bu. Shular haqida sizlar bilan amaliy ishlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi sharit preferences haqida ko'rib o'tamiz. Sharit preferences o'zi nomi. Xo'sh. Kodlarni tayyorlatib qo'ydim, sababi katta loyiha uchsam, shuning uchun oldindan tayyorlab qo'ydim. Xo'sh. Hozir indeksatsiya soat turibdi, indeksatsiya bo'lib bersin. Xo'sh, sizlarga bu dastur ochilguncha ma'lumot berib turaman. Birinchi sharit preference nomi o'zi. Shared preferences bu Android operatsion tizimida, ya'ni mobil qurilmalarda ma'lumotlarni o'zida, ya'ni kichkina ma'lumotlarni o'zini xotirasida saqlab turish qandaydir bir faylda. Misol uchun buni qachon ishlatamiz? Masalan, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xo'sh. Qachon ishlatiladi? Misol uchun sizlar oddiy misol modul ishlatasizlar, telefonda modulni programmasini ishlatasizlar. Shunda login parol yozgan vaqtlaringizda bir marta login parol yozib, misol uchun girasizda, keyin programmadan chiqib ketib yana girganlaringizda, misol uchun oradan bir 5 minut o'tmay girsangizlar, sizlardan login parol so'ramaydi. To'g'rimi? Ana shu narsa, misol uchun sizlarni login parollaringizni vaqtincha o'zida ma'lum muddat, ya'ni yarim soatdan o'zida saqlab tura olish qobiliyatini shared preferences bajarib beradi. Shuni o'zini xotirasida saqlab turadi, shu narsalarni vaqtincha saqlab turadi. Xo'sh, misol uchun bu narsani ko'rib o'tamiz. Qarang. Menimcha ochdi. Device Explorer. Bizni telefonni uzib qolibdi. Aloqada. Yo'q, barali. Yana qolib ketdi menimcha. Xo'sh. Aha, bo'ldi. Demak, shared preferences qanday yaratiladi? Get preferences, shared preferences class orqali yaratiladi. Shared preferenceslar, ya'ni bular aytganimning o'zini vaqtincha xotirasida saqlab turish xohlasa qimmatdir. Get shared preferences deb ochishimiz ham mumkin. Bu yerda aynan birinchi shared preferences deb yozib turib, bu yerda my shared pref deb yozdim. Sababi endi shu telefonni xotirasida qandaydir bir od bilan saqlaydi. Bu ma'lumotlar asosan nimada saqlaydi? Qandaydir bir XML faylda saqlab qo'yadi bu ma'lumotlarni. Men buning uchun bu dasturni ishlagan vaqtimda qanday qilib ishlaydi? Shuni boshlab ishlatadi, keyin kodlarni xatar tushuntirib o'taman. Sababi boshqa bir programmani ishlashini ko'rib olsak, keyin nerdan jarayon bo'lib turganini bemalol ko'rib ketsak bo'ladi. Xo'sh. Hozir uстановка etib qo'yadir.
ish telefondan. Ekranni o'chmaydi qo'ydi. Chalmoq. 1 sekund ekan, bu tursin. Yetar biza. Xo'sh. Ana shu yerda misol uchun ma'lumot kiritiladigan joy. Masalan, bu yerda ma'lumot yozib turib, saqlashni bossaq, bu yerda saqlaydi, ma'lumotimizni saqlaydi. Endi hozir bu yerda kodda bu yerda matn deganni chaqiramiz. Nacha o'zgartiramiz, aytamiz. Qarang. Bu yerda shared preferences ma'lumotlarni o'zida saqlab qo'yadi dedi, xotirasida saqlaydi dedi. Ayni bu yerda shared preference editor ana shu shared preference obyektidan edit qismini, ya'ni editga ruxsat oladi. Ya'ni bu degani uni ichida o'chirish, yangilash, yaratish degan narsalarni ruxsatini oladi shu narsa. Editor degan obyektimiz. Ana endi bu yerda biza button qo'yib qo'yganman. Buttonni bosgan vaqtida yana bu yerdagi edit tekstdagi ma'lumotni olib, mana bu yerda edit tekstdagi ma'lumotni string yuklab olib, keyin uni shared preferences editorda put string atib, qandaydir bir kalit bilan o'sha ma'lumotni saqlab qoladi. Endi bu yerda men o'zim kalit yaratib, o'zim static bir string qo'yib hech qanaqa inputdan yetgan yo'q. Mana bu yerda apply degan komandasi bor. Bu mana shu shared preference'da ma'lumotni saqlash uchun kerak bo'ladi. Endi bu yerda saqlangan matn deganimiz bu mana bu yerdagi text view va shuni set etib qo'yib xolos. Keyin shared preference'da saqlangan ma'lumotni chaqirib olishimiz uchun get string deb ishlatamiz. Ya'ni shared preferences mana bu boshda yozgan obyektimizni get string degan metodi bor. Shu orqali biza endi bu yerda matn degan kalit bilan saqladik. Shu kalit orqali chaqirib olamiz va default value degan yerga qandaydir bir tekst qo'yamiz. Misol uchun null deb qo'ydim men. Qachon ishlaydi bu? Masalan, shu yerda matn degan kalit yo'q bo'lsa, biz haqiqatda shu null degan tekstni beradi bu string. Keyin stringimiz bo'sh bo'lmasa, ya'ni null bo'lmasa, demak bu shared preference saqlangan. Shunda biza saqlangan matnni set text tatib turib ishlaymiz degani. Ishlaydi degani. Xo'sh, misol uchun salom deymiz. Qarang. Hozir men ma'lumotni saqlayman. Dasturdan chiqib ketaman. Yana dasturga kelaman. Yana salom degan so'z turadi shu yerda. Durdi. Ya'ni bu saqlanib qoldi degani. Nechun uning bo'ldi? Sababi bizning ma'lumot shared preferences da, ya'ni o'zlarimizning bazada saqlanib qoldi. Xo'sh, o'sha yerda shared preferences login. Bu yerda shared prefs degan papkada my shared pref degan XML yaratilgan. Bu nereden chiqdi bu? Yine bu yerda biza shu ad bilan ochganmiz. My shared pref deb yana XML da yana yangi matnda mana shu ma'lumotlar saqlanib qolgan. Shu yerda yozgan ma'lumotlar. Shuni hisoblab bu yerda yana nima qildi? Shuni chaqirib berdi. Dasturdan chiqib ketib yana qayta kelsak, yana ishlatdi. Masalan, buni biza nega bilmasak, shu qismni taslasam, hozir ko'rasizlar, nima bo'lsin. Boshdan ma'lumot saqlaganimiz bilan yana chiqib kelsam, ishlamaydi baribir. Misol uchun tekstni bosdim, saqlashni bosdim, bu yerdan turdi. Endi chiqib ketib qaytadan giraman, o'chirib tashlaman. Yesam saqlangan matn o'zi avvalgi tekstda chiqib turibdi, o'zidagi default ma'lumot chiqib turibdi. Yangi yozganim chiqqani yo'q. Yana buni kommentariyani ochib qo'yaman.
kommentariyani açık koyup shuni ishga tushirsak, yangi ayni gördingizmi? Sharit preferensda saqlangan ma'lumot chiqdi. Endi buni o'chirib tashlash ish bo'ladi. Get shared preferences degan narsada editorda remove degan funksiyasi bor. Ya'ni bu yerdagi editorda remove funksiyasi bor. Mana shu yerda matn degan olib turib editorni apply qilib bersa, bizadagi ma'lumot o'chadi. Shu ma'lumot o'chadi. Ma'lumot o'chadi. Hozir ishlatib ko'ramiz. Boshini ishlatib ko'raman. Saqlangan matn degan o'chib ketgan bo'lishi kerak. No. Remove matn. O'chdi. Xo'sh, buni ko'ramiz. Endi ichini ochib matn degan kerakli. Matn degan kalitni o'chirib tashlayman. Remove bilan o'chirib tashlasa bo'ladi. Demak, shared preferencesning vazifasi shundan iborat edi. Endi keyingi mavzuga o'tamiz. Internal storage. Internal storage. Xo'sh, bu navbati. Xo'sh, internal storage bu o'zi ma'lumotlarni fayl ko'rinishida telefon xotirasida saqlash, ichki xotirasida saqlash. Ya'ni biz shared preference'ni ko'rdik yaqin yerda saqlanishini. Endi shuni biz fayl ko'rinishida, xohlagan bir fayl ko'rinishida, misol uchun text yoki word yoki audio yoki video fayl ko'rinishida saqlashimiz mumkin ekan ma'lumotlarni. Misol uchun hozir biz boshda shared preference'da yurganimizda faqatgina XML formatda saqlanadi. Unda esa ma'lumotlarni fayl ko'rinishida, misol uchun text, word va hokazo aytib o'tgandim, shuni ko'rishdagi ixtiyoriy bir fayl ko'rinishida saqlashimiz mumkin ekan ma'lumotlarni. Buning uchun ovozimni eshitibmi? Buning uchun shu yerda men yaratgan dasturimni boshda ishga tushirib olamiz. Ekran görünmüyor tamamla. Görmey kaldım. Endi ne? Ana endi göründü. Göründü mü? Hoş. Yine bu telefon görüntüp mü? Ekranı. Göründü mü? Ama göründü lan bu. Lazım bu dasturla işe tushirib boramiz. Dasturni ishga tushirib oladi, keyin Arianni dasturni ishlashini qaratib turib Arianday kodlarni tahlil qilib beramiz sizlarga. Xo'sh. Java dasturlash o'tibmiz hozir. Java dasturlashtirib o'tibmiz. Cevap vermedik mi? Sababi aytchakim, hozirgi shu internal storage deganda fayllar bilan ishlashni o'tamizdan, sababi fayllar bilan ishlashni Java'da o'tiladi. Shu so'zlarni.
dasturning vazifasi bu yerga matn kiritiladi, saqlanadi. O'qishni bosganda ma'lumot burada o'qishni bossam salom degan so'z keldi. Bu yerdan oldi bu narsa faylga yozildi. Endi qarang. Bunday ishlash prinsipi. Edit text buttonlar va text view qism. Endi bu yerda şu obyektlarni chaqirib obyektlarni bu yerda e'lon qilib qo'yamiz. Obyektini XML'dagi fayllarni bu yerda telefonning internal xotirasindagi ichki xotirasida saqlanuvchi fayl nomi qanday nom bilan saqlanishini shu yerda ko'rsatib qo'yamiz. Bu yerda bilasizlar, bular shu yerda button, edit textlarni XML'da chaqirib olish kodi find view by id orqali. Bu yerda button save degan knopkani saqlash knopkasi bosilganda mana shu yerdagi edit text, ya'ni ma'lumot bo'sh bo'lmasa, ya'ni ma'lumot yozilgan bo'lsa, qarang hozir bossam mana yana matn kiriting deydi. Sababi men shu narsa ishlatib turibdi, ko'rdingizmi? Bo'sh bo'lgani uchun shu ish tushib turibdi, toast xabar. Agar uning uchun ma'lumot to'ldirsam, save internal storage degan funksiya ishga tushib ketadi. Aynan bu yerdagi. Endi bu yerda ishlatadi. File output stream. Bu output stream degan narsa ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi. Ya'ni ma'lumotlarni xotiraga saqlash uchun output stream degan narsa ishlatiladi. Mana bu yerda open file input open file output qilinib, faylning nomi yoziladi. Fayl nomi va mana bu yerdagi mode private kalit so'zi yozib ketiladi. Shared preference ham shu narsa ishlatiladi. Endi mana shu false, ya'ni file output streamning write, ya'ni yoziladi bytelarda. Mana shu data bytes deydi, ya'ni bizlarga kelgan matnni byte ma'lumotlar olib yoziladi. Va yozilgandan keyin muvaffaqiyatli saqlandi deb xabar chiqadi. Va ma'lumot yozilganda mana bu yerdagi edit text bo'sh bo'lib qoladi. Saqlashni bosaman, saqladi. Endi bo'sh bo'lib qoldi, ko'rdingizmi? Mana shu qismga keldik. Try catch degan narsani bilamiz. Try catch bu xatolik. Misol uchun bizning fayllarimiz ochilmay qolishi mumkin, yaratilmay qolishi mumkin. O'sha vaqtda exception barqaror holati bo'ladi. Ana shu xatoliklarni tutib olish uchun try catch ishlatiladi. Endi read internal storage, ya'ni ina bu o'qish degan knopkani bosish. Bu ina bu yerda buttonni bosganda read from internal storage ish tushadi. Endi o'qib olishda file input stream ishlatiladi. Unda ayni bu yerda open file input deyiladi. Mana bu yerda open file output edi. Shuni yerda saqlanglar. Yozishda open file output bo'ladi. O'qib olishda open file input bo'ladi. Mana bu yerda faylning nomi yoziladi. Endi bu yerda o'qib olishda available kalit so'zi bilan ma'lumotlar int tipida sonlarga ajratib olinadi va bytelarda massivga o'qitib olinadi bytelarda. Va ularni bytelarda o'qitib olingandan keyin mana bu input streamga read orqali bytelar o'tirib olinadi. Input stream formatiga. Keyin shu input stream formati mana bu yerda stringga konvertatsiya qilinib, mana bu yerda set textga set qilinadi. Mana bu yerda muvaffaqiyatli o'qildi deb chiqadi. Agar bizda shu faylda xatolik bo'ladigan bo'lsa, shu uchun biz uni try catchda qo'yamiz. Shu xatoliklarni topishimiz uchun, misol uchun fayl topilmay qolsa, fayl topilmadi degan xatolikni chiqarishimiz uchun try catch ishlatganmiz. Delete faylni ishlatmay qo'yamiz bu funksiyani. Bu yerda o'zlaringiz qo'shimcha knopka qo'yib, shuni faylni delete qilish knopkasini qo'yishingiz mumkin. Mana telefon xotirasida nerda turadi degan bo'lsak, data papkada internal storage ana bu yerda loyihamiz. Mana bu yerda files degan ichida my file text biz yozgan ma'lumotlar ana shu yerda saqlanadi. Ko'rdingizmi? Assalomu alaykum deb yozib saqlab qo'ysam, o'qisam ham ma'lumot saqlanadi. Ko'rdingizmi? Men ichini ochsam, assalomu alaykum deb yozuv o'zgardi. Ana shu internal storage bu narsani biz to'g'ridan to'g'ri ko'rib bilamiz. Sho'ra bor ekan.
Bu bizlərə görünməyən papkada durardı. Tushunarli, internet storage shundan iborat edi. Xo'sh, savollar bo'lsa bering. Bo'lmasa keyingina o'tamiz. Room database. O'zi umuman mana shu narsalarni hammasi telefon xotirasida saqlab, bizlarga ma'lumotlarni saqlab ko'rsatish uchun edi. Masalan, faylda saqlash, birasa shared preferences, o'zi standart XML faylida saqlash. Endi bizlar hammasidan kattaroq sistema bu ma'lumotlar bazasi degan tushunchaga kelamiz. Ma'lumotlar bazasi degan narsani sizlar ikkinchi kursda o'tkazsam, to'g'rimi? Nima bo'ladi? Ma'lumotlar bazasi MySQL o'tadingizmi? Ikkinchi kursda. Adamlar. Demak, shu MySQL'larning o'rnina biz endi bu yerda SQLite ishlatamiz. SQLite bu MySQLdan farqlanishda bu fayl tizimi bo'ladi. Qattiq o'xshaydi. Xas, hozir ekranni uzatib beraman. Ekran seçildi. Tamam, ekran görünmüyor. Hozir. Endi ko'rindimi? Tamam. Mana shu qism sal kattaroq ekan. Room database ya'ni bu ma'lumotlar bazasi, bu kattaroq sistema. Mana o'zini hozir Room database ni o'zini nada ko'rsatib beraman. Birinchi ishlashini. Bu nechik narsa. Misol uchun bunday plusni bossak, oddiy kontaktlarni saqlash. Okeyni bosdik. Yana bu yerda ma'lumotlar saqlandi. Sizlar recycle view haqida aytmadim o'xshaydi. Recycle view ya'ni ma'lumotlarni ro'yxatlar shaklida chiqarib berish. Ro'yxatlarni masalan, ro'yxatlar degani shu yerda misol uchun Telegram degan ma'lumotlarni ro'yxat shaklida chiqtirdi ko'rib turganingizdek. Insholayna yo'ladigan bo'lsak, bir marta ma'lumot yoziladi va bir marta ko'rinish yasaladi va shu qolgan narsalar qandaydir bazada sikl orqali o'qitiladi. Shu narsa. Recycle view degani mana shu bir dona view ni qayta takrorlab ko'rsatib berish qandaydir bir sikl orqali. Xo'sh, buni yasalish sistemasi. Birinchi biza Room ma'lumotlar bazasi haqida tanishib o'tamiz. Room ma'lumotlar bazasi bu obyektga yo'naltirilgan ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Misol uchun biza SQLite degan ma'lumot bazasini o'tishimiz mumkin, lekin bu eskigan tizim bo'lgani uchun uni o'tmayman. Ya'ni Room bu yangi texnologiya hisoblanadi. Ya'ni bunda so'rovlar ko'pincha obyektlar orqali bajariladi, ya'ni klasslar, funksiyalar orqali bajariladi. O'zi SQLda bilasizlar, select yulduzcha from deb ishlatiladi. SQLda ham xuddi shunday. Selectlar bilan ko'p ishlaydi. So'rovlar ko'p ishlatiladi. Roomda esa so'rov o'rnida kam kod yozilib, klasslar, funksiyalardan foydalaniladi. Xo'sh, Room ma'lumotlar bazasini ishlatishimiz uchun biza Gradle kutubxonasini 3 ta narsani qo'shib olishimiz kerak. Mana shu 3 ta ma'lumot kutubxonani qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Shu 3 ta ma'lumotni qo'shib olishimiz kerak-da. Qo'shganimizdan keyin shu yerda sync now degan nima keladi. O'zi sync now deb chiqadi. Mana shu nimani bassak bizlara nima kutubxonalarni skachat qilib olib beradi bizlarga. Endi bu narsani ishlashimiz uchun bizlarga Roomda ishlashimiz uchun bizlarga 3 ta narsa kerak bo'ladi. Birinchisi database, ikkinchisi DAO ya'ni interface, uchinchisi bu model, ya'ni nodir bir klassni jadvalni modeli. Xo'sh, ma'lumotlar bazasida bilasizlar, ma'lumotlar bazasi va ichida nima bo'ladi? Jadvallar bo'ladi.
Bunda bizning jadvallarimiz class ko'rinishida saqlanadi va bu yerda class ko'rinishida yaratiladi va bu yerda mana bu yerda entity annotatsiyasi ishlatiladi. Entity degan annotatsiya. Mana bu yerda table name deb contacts degan yozuv turibdi. Bu mana shu ma'lumot bazasida saqlanadigan jadvalning nomi. Yani bu yerda esa contact degan shu jadvalda ishlatiladigan modelini klassni oldi. Yani bu yerda primary key ishlatilgan ma'lumotlar bazasida bilamiz, jadvalda primary key ishlatilsa, qaysidir bu ustidan shu ustun ko'pincha ID'larni ustundan belirlerdik. Yani primary key, yani qandaydir bir sonlara belirlerdi. Endi bu yerda after generate true degani after increment degan so'z bilan bir xil narsa, ya'ni shu ID'ni o'zi avtomatik yaratib ketish 1, 2, 3, 4 deb yaratib ketadi. Biz uni insert qilmasak ham. Yine burada ikkita maydon bor, name bilan phone, ya'ni bu ma'lumotlar bazasida saqlanadigan, ya'ni jadvalda saqlanadigan ustunlar jadvalni, ya'ni kontakt jadvalning ustunlari. Evet, konstruktor yaratiladi, set hamda get metodlar yaratiladi. Keyin contact DAO o'zi bu interface atib yaratiladi. Java'da bilasizlar, interface bu abstract class degan. Ya'ni bunda funksiyalarning tanasi yozilmaydi, faqat funksiya adi yoziladi. Yine bu yerda insert kalit so'zi bilan annotatsiya yozilib, mana bu yerda void insert contact yozilsa, bu demak bilingki ma'lumotlar bazasini insert qiluvchi funksiya. Update kalit so'zi bilan yozilgandan keyin mana bu yerda update deb annotatsiya yozilib, update funksiyasida shu kod yozilsa, demak bu update qilib boradi, yangilab boradi. Delete kalit so'zi bilan annotatsiya yozilib, delete yozilsa, mana bu funksiya yozilsa, demak bu delete qiluvchi, ya'ni o'chiruvchi funksiya ekanini biladi. Mana bu yerda query qilib ikkita nima yozilgan. Birinchisi select user from contacts, ya'ni bu shu yerda so'rab yozilgan eshik funksiyada. Misol uchun hamma ma'lumotlarni chiqarish, kontaktlarning ro'yxatini chiqarish so'rovi. Bu yerda esa ma'lum bir kontaktni, bir dona kontaktni chaqirib olish so'rovi hisoblanadi. Yine bu yerda app database degan abstract class yaratiladi. Bunda asosan ma'lumotlar bazasini o'zini yaratish kodi. Ana bu yerda contact DAO degan interface chaqirib olinadi. Shu yerda endi database builder class orqali endi bu yerda ma'lumotlar bazasi oddiy yozilib ketiladi. Qaranglar, o'zi bu ma'lumotlar bazasi MySQL dan farqli tarafi, MySQL bu serverga bog'langan ma'lumotlar bazasi bo'ladi. Buning uchun отдельный bir server yaratish kerak bo'ladi. Apache yoki Nginx degan. Androidlar uchun esa bu narsa kerak emas. Ya'ni bu ma'lumotlar bazasi Android, ya'ni telefonning xotirasida saqlanadi. Ya'ni fayllarni, shared preferencelarni yerda saqlab turgan bo'lsa, bu shu yerda saqlanib turadi. Xo'sh. Bu yerda main activity ga keladigan bo'lsak, qarang. Main activity ga kelishdan oldin biza bir yo'lib o'tamiz. Recycle view haqida yo'lib o'tamiz. Recycle view, yani aytib o'tganimning, recycle view uchun ikkita narsa kerak bo'ladi. Birinchisi adapter, ikkinchisi item click, ya'ni har bir qatorni o'zini bosilganda qandaydir funksiya bajarishi. Va XMLda shunday narsa kerak, bizga item degan narsa. Ya'ni har bir qatorni o'zini nimasini itemlarni yasab ketishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Bu yerda card view degan narsa bor. Bu card view ikki safar men aytdim bu narsani. Card view mana shu narsa edi. Shu narsa edi card view. Ya'ni bizga kartochkada chiqarib berish uchun kerak bo'ladi. Ne bu yerda ikkita tekst tutdi. Keyin bu yerda men alert oynalarni o'tganda o'tdim bu narsalarni. Custom oynani nimasi XML. Adapter klassini ichki. Adapter klassi bu ana shu itemlarni recycle view ga chaqirib berish. Recycle view ni o'zini endi bu yerda nima qilganman? Chaqirib olganman. Recycle view deb chaqirib olganman. Adapter shu recycle view da mana bu itemlarni har bir qatorida chaqirib olish uchun kerak bo'ladigan klass. Buning uchun mana bu yerda ikkita narsa bo'ladi. Recycle view holder, adapter view holder degan klass yaratiladi. Mana ichida adapterning ichida shu yerda ham bir yerda extends oladi. Recycle view adapter view holder, ya'ni adapter view holderni o'zini meros qilib oladi quyidagi ko'rinishda.
adapter view holder o'zi ham recycle view holderdan meros oladi. Shunda ikkita narsa yaratib ketiladi. Ya'ni bu yerda listlar, kontakt tipli hamda on item click interfeysi chaqirib olinadi. Bu yerda adapterning o'zining konstruktori bunda main activity'dan keladigan ro'yxatlar. Bu yerda har bir nimasi main activity'da turib, har bir itemni, ya'ni recycle'dagi har bir qatordagi itemni bosilganda bo'ladigan interfeysni obyekti chaqirilgan bu yerda. Shurda recycle adapterda bu narsani extend qilgan vaqtimizda bizlar adapter view holder, on bind view holder hamda get item content 3 ta funksiyani implementatsiya qilishni so'rab beradi. Bu narsa bu narsa adapter view holderimiz, bu on create view holder degan adapter view holderni biz ham yerda yaratganmiz. On create view holder degan funksiyasi bor. Shu funksiyani yaratishdi. Bu narsa bizlar yangi item degan bu narsani chaqirib olishni, ya'ni shuni chaqirib view ni yasash uchun kerak bo'ladigan funksiya. Ayni bu yerdagi on bind view holder esa bu bizlar shu item view ni ichindagi elementlarga ma'lumot joylashtirish uchun kerak bo'ladi. Get item count esa bizlar turgan ma'lumotni o'lchamini shurada ko'rsatib o'tishga, ya'ni listni uzunligini shurada ko'rsatib o'tamiz. Endi bu yerda adapter view holderning ichida nima bo'ladi? Bu yerda ya'ni itemning ichidagi text viewlar chaqiriladi. Ayni bu yerda find view by identity viewlar chaqirib olinadi. Keyin bind funksiyasi bor. Bind funksiyasida mana shularga qiymat bor. Ya'ni bu yerda bind orqali yaratib turibdi. Bind orqali, ya'ni bu yerda contact list, ya'ni listni get position degan narsa bor. Ya'ni shu har bir qatorning nechanchi pozitsiyasiga kelganda shu ma'lumotni yuklab beradi shura. Positionni, ya'ni modeldagi get fon orqali shu ma'lumotni text, ya'ni name bilan fona set etib beradi shuni. Yine bu yerda endi ikki xil narsa bor edi. Men eventslar o'tganda aytdim, on click hamda on long click degan narsa bor. Ya'ni shurada item view degan narsa o'zi recycle'ni har bir qatorni bosgan vaqtida, ya'ni shurada bosib turamiz. Bosib tursam yangilash chiqdina. Ko'rdingizmi? Yangilash. O'shani bossam, o'sha ma'lumotni yozib turib, o'shani bossam, ma'lumot yangilandi. Bir marta bosib olsam, mana o'chirishni, xabarni o'chirishni istasammi deb turibdi. Xo'sh, xabarni o'chirishni istasammi deb turibdi. Yani bir de xana bassanız o'chib ketadi. Yo'qni bassanız o'chmaydi, alert oladi. Xabar joyida qoldi deb nima chiqdi, yozuv chiqdi. Ya'ni shurda set on click listlar bu narsalarni ishlab turibdi. Bu ishlab turibdi. Xo'sh. Shu narsa har bir qatorni bosganda shu narsalar interfeysda ishlab ketadi. On click hamda on click degan. Mana ichida ikkita funksiya yaratganman. Biri. Xo'sh, endi main activity ga keladigan bo'lsak, main activityda bir tonna kod yozilgan. Bu yerda recycle viewlar chaqirilgan, adapterlar chaqirilgan. Bu yerda list ro'yxatimiz, ya'ni bu nereden keladi? Database, ya'ni bu yerda app database'da get instance orqali shunday database chaqiriladi, roomda. Ya'ni bu ma'lumotlar bazasidan kontaktda get all contacts, ya'ni shu yerdagi ma'lumot. Shu bazadan select etib hamma ma'lumotni oladidan bizlara bu yerda list, ya'ni get all contacts, list contact formatida ma'lumotni beradi. Demek biz ma'lumotni shu ma'lumotni qaytaradigan bo'lsa, bunga list obyektini yuklab beramiz ekan. Ana bu yerda list obyekti yuklangandan keyin bu yerda adapter yaratiladi. Adapterni konstruktor aytganmen, bu yerda list, yangi keladigan list, mana bu yerda on item click. Bu on item click, bu yerda this tag qo'yamiz, sababi bu yerda implementatsiya alingani uchun this tag qo'ysak bo'ladi. Keyin bu yerda recycle view'ni ichi holatda joylashishi layout manager, ya'ni qatorma-qator ketish uchun liner layout manager ishlatiladi va mana bu yerda set adapter, ya'ni recycle view ga list data degan recycle view ga chiqibmiz.
Shuna adapterni set qilamiz va yana bu yerda shularni layout managerni recyclga o'rnatamiz. Set layout manager qilib. Endi tugmani bosilishi fab. Ya'ni bu shatadi. Mana bosgan vaqtimizda ma'lumot qo'shuvchi alertni ochib qo'yadi. Bu alertni ochish uchun esa full custom dialog degan narsa bor. Full custom dialog degani shu yerda mana endi nimamizni context add degan examinimizni chaqirib oladi. Bu yerda o'zida nimasini ko'rinishini chaqirib, shu ichida bu maydonlarni olib turib mana bu yerdagi kontaktga, ya'ni ma'lumot bazasini qo'shadi, insert etib shuni. Keyin bu yerda adapterda add item degan funksiya bor. Bu ya'ni bu yerda bazaga qo'shsa, biza nimani recycle view'ni yangilayib ketishimiz uchun, bizada ma'lumot qo'shilganini recycle view'da ko'rishimiz uchun add itemda turib recycle view'ga ham qo'shib ketishimiz kerak. Agar buni qo'shmasak, bu yerda yana bu ko'rinmay qoladi. Qo'shganimiz. Bazaga qo'shiladi, lekin yana bu yerda adapterning ichine shu narsani qo'shib ketishimiz kerak ish kodni. Da recycle view'da ko'rinmaydi. Xo'sh, endi edit buni bosib turgan vaqtida edit chiqadi. Edit qachon chiqadi? Ya'ni bu yerda ikki xil funksiya qo'yib qo'ydik. On click hamda on long click. On long clickni bossa full custom dialog edit degan chiqadi. Edit atadi. Bu yerda modelni baramiz. Ya'ni bu yerda shularni set atamiz. Yana tekstni edit tekstni ham bu yerda set atib turibdi. Keyin yana bu OK knopkasini bosilishini bu yerda shu ichidagi tekstni olinadidan yana bu yerda nima qilinadi? O'zini misol uchun ma'lumotni o'zgartirsak, shular set atiladi shu modeldan database da update qilinadi. Keyin bu yerda adapterda update degan narsani qo'shib qo'ymaydi. Ya'ni yangi narsa narsalar ham ko'rinishiga update bo'lib ketishi uchun shu funksiya qo'shiladi standart. Keyin üstüne bir marta bosib turib, yana bir marta bossak, bu yerda on click degan. Mana alert chiqadi, rostdan ham buni o'chiracakmisiz? deb xabar chiqqani. Aynan shuda xani bosadan bo'lsa, yana bu yerda database contact delete, ya'ni delete funksiyasi ishga tushadi. Bu yerda adapterdagi remove item degan narsa qo'yib berishimiz kerak, ya'ni uni o'chirib beradi o'zini adapterni, o'chib ketdinglar. Qani bossam, men o'chib ketdilar. Yo'qni bossam o'chmasadi. Shu bilan endi bu yerda hozir ma'lumotlar bazasini nerede saqlanishini ko'rsataman sizlarga. Dataning ichida data, mana bu yerda room database. Bu yerda databasesning ichida contact db deb saqlanadi. Xo'sh. Demek bugungi o'tadigan narsalarimiz shulardan iborat edi. Savollar bo'lsa bering. Savollar bor. Bu bo'yicha topshiriqlar qo'yaman modulda. Shu topshiriqlarni ishlab yuklab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Yana bir e'lon. Oraliq nazoratlar xudo xolasa keyingi haftadan qayta topshirishi bo'ladi. Kimlar topshirmagan bo'lsa